Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Xo'p, bugun biz yana yangi sayohatga chiqdik. Bugungi sayohatimiz Samarqand viloyatiga bo'ladi. Bugun yolg'iz emasman. Oilamni, bolalarimni ham olib keldik. Biletni biz ilova orqali oldik. Bizga bilet kattalarga 89 mingdan tushdi. Bolalarga 50% skidkada, agar 5 yoshgacha bo'lsa, tekin bo'ladi. O'rindiqsiz albatta. 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga 50% skidka bilan Samarqand viloyatiga kelishingiz mumkin. Mana hozir biz hammamiz bilgan Samarqand non sotadigan joydagi Ulug'bek degan joyga tushdik. Seni qanaqa sog'inganimni haligacha bilmaysan. Oldinga kelish uchun 400 kilometr bosib o'tdim. Sen bo'lsa bu yerda ekansan. Toshkentdagi Amir Temur xiyobonini hammamiz bilamiz. Hozir biz Samarqandda joylashgan Amir Temur xiyoboniga keldik. Men bu bog' to'g'risida, bu park to'g'risida nima deya olaman? Bu yerda o'sha bizda kesib tashlangan skverdagi daraxtlarni undan ham ko'p, soni juda ham ko'p ekan. Daraxtlarning engligini ko'rsangiz, mana shu ikkita odam qo'lma-qo'l ushlab tursa 1,5 metr, 2 metrlik qalin eski daraxtlar bor ekan. Bog' hududi juda ham katta va toza, ozod ekan. O'tirish uchun skameykalar joylashtirgan ekan va bog' hududida Wi-Fi ham bor ekan. Bugun mana hozir bolalarim bilan keldik. Juda ham mazza qilib o'ynab yurishibdi. Hozir biz Samarqandda joylashgan Mirzo Ulug'bek observatoriyasiga keldik. Bu joyni ko'pchilik biladi, kelishgan. Bu inson to'g'risida nima deya olamiz? O'z davrini dahosi, bu observatoriyani qurdirgan, tashkil qilgan odam Amir Temurga nevara bo'ladi va bu odam o'z davrida bu observatoriyadan foydalanib mingdan ortiq yulduz turlarini sanab chiqqanlar. Faqat oxir oqibatlari ozgina ayanchli tugagan, chunki o'g'illari Abdulatif tomonidan, Mirzo Abdulatif tomonidan o'limga hukm qilishgan bu siyosiy ozgina o'yinlar sababli. Bu insonni biz hurmat qilishimiz kerak, tarixlarini, hayot tarzlarini o'rganishimiz kerak deb o'ylaymiz. Chunki hozirgacha ham aniqlanib yetilmagan narsalarni bu odam bundan 600 yil, 500 yil oldin sanab sanog'iga yetib qo'yganlar. Juda ham boshqacha inson. Shuncha marta Samarqandga kelib, Go'r Amirim maqbarasiga bunaqa ko'p navbat ko'rmaganman. Turist soni juda ham ko'p. Даже местный odamlar samarqandliklarga menimcha kirishga qiyinchilik tug'diryapti bu joy. Barakasini bersin. Xitoy imperatori o'sha elchi yuborganda, elchi Amir Temurga qarab, "Ma'lumingiz ersinkim, bu yerlar osmon o'g'lining yerlari erur. Andin sizga salom keltirdik" deganida Amir Temur qarab turib, "Yaqinda 400 minglik askarimiz birla alik olg'ani borg'aymiz" degan ekanda. Xo'p, hozir bizga kelayotgan joy Hazrati Amir Temurning katta ayollari Bibi xonim yotgan, qo'nim topgan joyga keldik. Hozir sizlarga pastlarni ham ko'rsatamiz, birga ko'ramiz, ketdik. Xo'p, hozir bu yoqda biz so'rab bildik. Bu yerda dafn etilgan odamlar ko'p ekan. Qaysi biri Saroy mulk xonim, ya'ni Amir Temur ayollar deb so'raganimizda, bu joyga mas'ul odamlar aytishdiki, men sizlarga ko'rsataman. Mana bu oq bilan boshlariga oq tashab qo'yilgan, choyshab tashab qo'yilgan, значит, Bibi xonim bo'ladilar. Undan keyingisi ularga yaqin qarindoshlar bo'ladilar va mana bu yoq tarafimizda ularga sodiq xizmat qilgan kanizlarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hozir Registondan sal pastroqqa tushdik. Bu yerda mana bunaqa tablichkalarga yozib qo'yilgan ekan. 20 dan oshiq har xil bog'lar, bu bog'larni Hazrati Amir Temur o'zlari o'sha paytda barpo etgan ekanlar va bu bog'lardan qisman hozirgacha saqlanib turibdi. Yaqinda Qozog'iston Chimkent shahrida mehmonda bo'lgandik, shunda shahar logosi belgisi sifatida o'tda lola guli tanlangan. Hozir Samarqandda mehmondamiz. Bu yerda hammamiz bilgan yo'lbars cherni logo qilib qo'yishibdi. Xo'p, hozir oldimizda bundan 600 yil oldin qurilgan, ya'ni 15-asrlarga to'g'ri keladigan hammomni, tahoratxonani ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydan olov yoqib, tepadagi suv qizdirilgan va tepada cho'milish uchun sharoit yaratilgan. Menimcha bu bino o'ralgan bo'lgan, shunda bundan chiqayotgan issiq bilan bu xona isitilgan. Ya'ni bilishimiz mumkinki,
Yevropada hali bu yillarda to'g'ri kelganda odamlar cho'milish nima, hojatxona nima bilmaganda, bizani Markaziy Osiyo yerlarida alohida bag'oratxona, hammom, juda bir sivilizovanniy joylar bo'lgan. Juda ham chiroyli. Har bir odam ertami kechmi bu dunyoni tark etadi. Holda oldimizda Amir Temur hazratlarini o'tgan joylaridan to Samarqandgacha yetib kelishlariga xizmat qilgan tobutni ko'rishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha yildan beri o'z holatida turibdi. Bu oldin bu joyga kelguncha O'zbekiston tarixi davlat muzeyida saqlangan ekan. Xo'p, hozir biz Samarqandga keldik. Oldimizda turgan Qur'on uchun qo'yilgan mana bu lavha ko'rishimiz mumkin. Bu yerda oldin hozir Toshkentda Islom sivilizatsiya markazida saqlanayotgan Qur'oni Karim, ya'ni Usmon mushafi mana shu joyda saqlangan. Bu narsani Hazrati Amir Temur birinchi bo'lib Samarqandga olib kelganlar. Xo'p, hozir biz Shohizinda majmuasida kiraverishdagi chap tomondagi birinchi qabrga keldik. Bu yerda Mirzo Ulug'bek hazratlarini boqib katta qilgan, ularga enagalik qilgan odamni, ayolni qabrlari shu yerda joylashgan ekan. Hozir biz Shohizinda majmuasiga keldik. Bu yerda Payg'ambar alayhisalomga yaqin qarindoshlardan, sahobalardan bo'lgan Qusam ibn Abbos dafn etilganlar. Mana hozir oldimizdagi joyda ko'rishimiz mumkin. Payg'ambar alayhisalomdan quyidagi so'zlar keltirilgan ekan. Qusam ibn Abbos o'z xulqi va tashqi ko'rinishlari bilan menga juda ham o'xshaydi deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytgan ekanlar. Ko'pchiligimiz Madinaga borib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ko'rgimiz, ularga salom bergimiz keladi. Ularga yondosh bo'lgan, iymon keltirgan musulmonlardan, sahobalarni ham ko'rgimiz keladi. Lekin bu narsaning imkoni O'zbekistonda ham bor. Chunki O'zbekistonda Shohizinda majmuasida Samarqandda Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu dafn etilganlar. Hozir biz u zotni maqbaralariga keldik va u yerda ularni ko'rishimiz mumkin. Tashqarida ramziy qabr, ichkarida bo'lsa ularni asosiy ko'milgan joylarini ko'rishimiz mumkin. Hozir biz Shohizinda ziyoratgohiga keldik. Bu yerda bilsanglar, ko'pchilik samarqandliklar biladi, zina bor. Aytishligi bo'yicha chiqayotganda sanasa boshqa son, tushayotganda sanaganda boshqa son chiqar ekan. Hozir biz chiqib sanab videoda yana ko'rsatamiz, necha chiqishini. Xo'p, hozir sanaganda chiqdik, tepaga chiqqanda 35 ta chiqdi. Hozir pastga tushganda ham sanab ko'ramiz. 31. Xo'p, chiqayotganimizda 35 ta chiqurdi, tushayotganimizda ham 35 ta chiqdi. Shunaqa. Nechta chiqdi Sevinch? 35. Balaroid? Ha? Balaroid nechta? 35 ta. Bekorga Amir Temur hazratlari agar bizani qudratimizga, kuchimizga shubha qilsanglar, biz qurgan binolarga qaranglar demaganlar. Chunki ularni bahaybatligi, ularni haybati, qudrati qilichdan oldin gapiradigan bir binolar bo'lgan. Juda ham katta joy. Hozir biz Samarqandda joylashgan Imom Buxoriy hazratlarini ziyoratlariga keldik. Majmuani juda ham katta va chiroyli qilib qo'yishibdi. Lekin buni asosi ichkarida, chunki bu yerda yotgan odam Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlari 810-yilda tug'ilib, hadis yo'lida Muhammad alayhissalomni so'zlarini bir yetkazishda juda ham katta bu sohaga bel bog'lagan odam bo'ladilar. Bu inson to'g'risida ma'lumotlarimiz kam. Endi bizning vazifamiz bunaqa ziyoratgohni qurib bergan prezidentimiz uchun men rahmat deb qolaman. Bizning vazifamiz nimadan iborat? Bu insonni biz o'rganib, mana farzandlarimiz bor, farzandlarimizga o'rgatib. Chunki bu inson dunyoda 4 ta odamni bittasi desa bo'ladi. Chunki dunyoni xohlagan joyiga borib Imom Buxoriy desangiz, sizni mana shu inson orqali tanishligi mumkin. Majmuaga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham go'zal qilib qo'yishgan. Eski holatidan 360 gradusga farq qiladi. Menga ta'sir qilgan narsa, men bu inson to'g'risida juda ham kam ma'lumot bilishim.
ism Buxoroda tug'ilganlar, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan juda ham kam. Biz o'sha maktab programmada qolib ketganmiz. Endi meni qiladigan vazifam bildimki, Ibrohim, mana Ibrohimga men o'rgatishim kerak yig'lamaslikni. Imom Buxoriy hazratlariga o'xshab bu yo'lda bel bog'lashligimiz kerakligini va Muhammad alayhissalomni sof islomni bizgacha yetib kelishi uchun xizmat qilgan insonga biz tashakkur etamiz, rahmat deb qolamiz va duo qilishimiz kerakligini. Rahmat hammaga. Samarqandliklar nima qilyapsizlar? Samarqandni Dubay qilib yuborsizlar-yu. Hozir Samarqandda joylashgan Boqiy shahar degan joyga keldik. Men gapirishga gap topolmayapman. Samarqandliklar nima qilyapsizlar? Samarqandni Dubay qilib yuborsizlar-yu. Dubay ham bu Samarqandning oldida holva deb o'ylayman. Chunki men 2 marta Dubayga borganman. Bunaqa narsani, bunaqa atmosferani Dubayda topmaganman. Chunki bu yerda o'zimizning milliycha urg'u berilgan. Dubayda fontan, Dubay fontan bo'lsa, bu yerda Samarqand fontan bor ekan. Bu Samarqand fontan undan ancha seryozni ekan. Yo'l nari betida kanat bor ekan, sun'iy ko'l, oshxonalar, bozor. Yana nima kerak? Bizning vazifamiz ichki turizmni rivojlantirib, bu yurtimizda O'zbekistonni rivojiga hissa qo'shishimiz kerak. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarsak, menimcha bu turizm sohasini juda ham bir tepaga chiqarsak bo'ladi. Men Samarqandga kelganimizdan oilaviy keldik, rosa ham xursandmiz. Fursatdan foydalanib prezidentimizga, Samarqand shahar hokimiyatiga rahmat deb qolamiz. Chunki bu narsalarni tadbirini qilish oson narsa emas. Juda ham chiroyli chiqibdi. Samarqandliklar, rahmat. Sog' bo'linglar. Men Toshkentlik bo'lganimdan faxrlanaman, lekin Samarqandda tug'ilmaganimdan afsuslanaman. Chunki men eng hurmat qilgan insonlardan bittasi Samarqand boshqaruvini o'z qo'liga olgan paytida. Bu jahonga amir kerak va shu amir men bo'lishim kerak. Men mana shu zaminda tug'ilganman. Mana shu zaminda voyaga yetganman. Mana shu zaminning tuzini yeganman, suvini ichganman. Men uchun qadrdon bo'lgan Samarqand ahli nomidan gapirish, men o'ylaymanki, buni har tomonlama qandaydir muqaddas bir timsoli bor. Oldimizda turgan odamni hamma taniydi, chunki bu dunyoda iz qoldirish, o'z o'rnini topish juda ham qiyin narsa. Oldimizdagi haykal O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovga tegishli. Bu insonning haykallari xotira sifatida Registon maydoniga yaqin joyda Samarqand shahrida joylashtirilgan. Agar Samarqandni bir kunda aylanib chiqmoqchi bo'lsanglar, mashriqa tezlikda yurishinglar kerak. Bo'lmasa 2-3 kunga kelinglar. Sevinch. Tursa bo'ladimi? Yo'q, turib bo'lmaydi. Oyog'ing tushir.